Diqqat, Abduqodir Husanov haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zbek futboli ishqibozlarining qalbini cheksiz faxr va iftixorga to'ldiradigan navbatdagi xushxabar xalqaro maydondan yetib keldi. Dunyo futbolining bosh boshqaruvi organi hisoblangan FIFA Xalqaro futbol federatsiyasi o'zining rasmiy Instagram sahifasida milliy terma jamoamiz hamda Angliyaning Grand klubi Manchester City mustahkam himoyachisi Abduqodir Husanovga bag'ishlangan maxsus va o'ta hayajonli maqolani e'lon qildi. Dunyo futboli ommasiga o'zbek futbolining yorqin yulduzini tanishtirar ekan, tashkilot hamyurtimizning qisqa fursat ichida bosib o'tgan ulkan zafarli yo'lga alohida to'xtalib o'tdi. Ingliz futboli tarixiga kirgan ilk o'zbek. FIFA o'z bayonotida Abduqodir Husanovning zamonaviy futbol markazi hisoblangan Angliya Premyer Ligasidagi tarixiy qadamini yuqori baholadi. Ma'lumki, iqtidorli futbolchimiz 2025-yilning yanvar oyida dunyoning eng kuchli klublaridan biri Manchester City safiga borib qo'shilgan edi. Shu tariqa u nufuzli Angliya Premyer Ligasi bahslarida maydonga tushgan va ushbu musobaqada debyut qilgan ilk o'zbekistonlik professional futbolchi sifatida tarix sonnomalaridan mustahkam joy oldi. Bundan tashqari o'tgan yozgi mavsumda Husanov shaharliklar tarkibida AQSh yashil maydonlari mezbonlik qilgan mutlaqo yangi formatdagi klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ham muvaffaqiyatli ishtirok etishga ulgurdi. Yangi format va O'zbekistonning tarixiy yo'llanmasi. Endilikda esa 21 yoshli himoyachimizning faoliyatidagi eng yirik va mas'uliyatli sinov kutib turibdi. 2026-yilgi FIFA chempionati futbol tarixida ilk marotaba kengaytirilgan tarkibda, ya'ni naq 48 ta terma jamoa ishtirokida tashkil etilmoqda. Mazkur yangi va keng imkoniyatli format ko'plab rivojlanayotgan futbol mamlakatlari qatori jonajon vatanimiz uchun ham haqiqiy baxt eshiklarini ochdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida ilk bor mundialning final bosqichi yo'llanmasini rasman qo'lga kiritdi. Xalqaro tashkilot Husanovning faqatgina kattalar futbolda emas, balki yoshlar terma jamoasi safidagi salmoqli yutuqlarni ham yodga oldi. Bugungi kunda esa Abduqodir Husanovning o'zining millionlab vatandoshlari va muxlislari ardog'ida sayyoramizning eng nufuzli futbol sahnasida O'zbekiston nomini dunyoga tanitish va yangi tarixiy sahifalarni ochishga shay turibdi. Biz ham o'z navbatda mahoratli himoyachimizga va milliy terma jamoamizga oldinda turgan jahon chempionati bahslarida ulkan zafarlar tilab qolamiz. O'zbek futboli va jahon sportiga oid eng qaynoq, eng zavqli xabarlarni har doim bizning sahifalarimizda biz bilan birga kuzatib borishni unutmang.